Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alloh taologa hamdlar, payg'ambarimizga durud salovatlar. Siz bilan bizga Alloh rahmati bo'lsin. Alloh taolo ushbu kichkina bir musobaqamizni qabul qilsin. Eng asosiy sovg'ani qayerda olamiz? Jannatda, oxiratda olamiz inshaalloh. Alloh taolo oxiratda savobi ko'p, darajasi baland insonlardan qilsin inshaalloh. Gapni qisqa qiladigan bo'lsak, o'zi hammaga birinchi o'rinni oladi. Hamma nechinchi o'rinni oldi? Birinchi o'rinni oldi. Endi sovg'alar berib qo'ysak bo'ldi inshaalloh. Sizlar ilmiylar sinamoqchi bo'ldik, xolos qanday o'qidi, yaxshi o'qidimi, o'qiy olmadimi shunga. Yillik o'qiyotgan bolalar bormi? Tursinchi, anchadan 5 bora, 10 bora yildigan bolalar. Turinglar mashaalloh. Bu yoqqa o'tinglar. Bular musobaqaga qatnashdi, lekin bularga o'rin bermadik. Sabab bular ko'p o'qigan. Bular 3 oy o'qidi xolos-da. Bular endi anchadan bir o'qiydi. Shuning uchun bularga nima qildik? O'rin bermadik. Ular faqat musobaqaga qatnashish uchun nima qilishdi? Ishtirok etishdi. To'g'rimi? O'rin kerakmi? Yo'q, sabab bittasi 10 pora yodlagan, Abdujamil 25 pora yodlagan. Endi bularga o'rin bersak to'g'ri kelmaydi inshaalloh. Bular endi tezroq Qur'onni yodlash uchun bularga bittadan Qur'on beramiz inshaalloh. Diyorbek qoriga bularga bittadan Qur'on beradi. Qur'onni olganda o'pib peshanaga surtiladi inshaalloh. Birinchi bular sovg'asini berib qo'yadigan inshaalloh. O'pib peshanaga surtib, maşallah. Akbarjon aka bular idishini beraverasiz. Qo'shib tur. Muhammad Diyorga berib qo'yinglar. Tezroq bitsinlar bular inshaalloh. Bular katta musobaqalarga qatnashadi inshaalloh. Yaxshi bo'ldi, adolat bo'ldi shu yerda. Qolganiga adolat qilolmasak ham, shularga adolat qilib qo'ydi inshaalloh. Xo'p. Endi 5-o'rinlar aytamiz inshaalloh. 5-o'rinlar ko'p chiqib, maşalloh, sovg'asini olishaveradi inshaalloh. Tushunadingizlar? Men aytaman, keyin turib chiqarsizlar inshaalloh. Xo'p. Azbek domlaning o'g'illari Muhammad Ali 5-o'rinni oldi. Qani Ali? Shu. Bittadan Qur'on berasizlar inshaalloh. Muhammad Muhsin. Yaqin. Qani Muhammad Muhsin? Bir kishi rasmga turmasa, yana bir ekan, bir kishi rasmga turgan. Yaqinroq qo'ying. Akbarjonga beringlar. Abdujamil sizlar xizmat qilinglar. Qur'onlar o'toqchiga qo'yib qo'yinglar. O'sha siz rasmga olib turasiz. Yaqin o'tiring, biz tomonga o'tiring. Ashina oling. Va xizmat qilishadi. Muhammad Muhsin aytib chiqinglar. Muhammad Toyib, Sherzod domlaning o'g'illari. Muhammad Toyib mana. Maşallah. Keyingi musobaqada Qur'onni yodlab kelsin inshaalloh. Endi bu yerda rasmga chiqarib olingan. Bu yerda bitta doktorning ham may qarab tursa. Hop, maşallah. Yahyobek Navqatdan 5-o'rin. Nursolih 5-o'rin.
Muhammad Qodir qishloqdan 5-o'rin. İso Bishkekdan. Bu og'rib qoldi-da. Keyingisida inshaalloh 1-o'rinni oladi. Shamsiddin Noqatdan 4-o'rin. Nargi kitobdan bitta qo'shib berasizlar. Ayollar yozilgan kitob bor. Ha, shunda. Yana bitta kitob bor. Shuni yapishlar qo'shib pishirsa. İnşallah ayasiga beradi, ayollar to'g'risida inshaalloh onasiga beradi. Ha, bitta Qur'on, bitta undan berasizlar. Ikkitadan berasizlar inshaalloh. Abdulloh Noqatdan madrasamizning eng sho'x talabasi. Bu Fatima roziyallohu anha ekan. Buni ayangizga hadya qilasiz inshaalloh. Uyga quruq bormaydi bular. Qutlug' joydan quruq ham ketmaydi. Abu Bakr Noqatdan nargini qani? Mana 4-o'rin. Rasmga tushib qaragan, eslari yo'q qoladi. Diyorga sog'inasizlar hamma. Xolid Noqatdan 4-o'rin. Madrasaning eng o'sha ilg'or g'ayratchan talabalaridan. Timur Alabuqadan 4-o'rin. Bu vallahi o'sha umumiy Hajiz Qur'on. Ha, hamma bal 5 ta narsadan bal qaradi. Qur'ondan, hadisdan, ilmdan, odobdan. Tushundinglarmi? Hop, maşallah. Yana Abu Bakr deymiz Noqatda. Ya bu tevaroqda bor shekilli. Nechta Noqatda Abu Bakr bor? Tursinchi. 3tami? Mashinasi bo'lsa. Ha, mashika maşallah. Siz ham Abu Bakr. Ha, maşallah. Abu Bakr Noqatdan 4-o'rin. Bu kechroq kelib qoldi, ertaroq kelgan 1-o'rinni oladi. Sumka so'radi. Baqa so'radi. Yaqa so'radi. Hozir ham bilmaydi. Muhammad Ali Noqatdan. Bunga bitta sumka ham qo'shib berasizlar. Maktab sumka. Madrasamizning eng chidamlik, eng odobli bolalardan. Sumkasini beringlar. Ha, narigi qora sumkasini maktabga topib boradi. Buni 4 ta she'ri bilan keldi. 3 ta sket bordi. O'zi qolsa ham yig'lamasdan o'qidi. 3 oy bo'ldi kelganiga hali. O'z qarindoshlar hammasi 2 oyda ketib qoldi bu chidadi. O'shaning uchun bu chidamli bo'lganligi uchun sumka qo'shib berdik inshaalloh. Ha. Muhammad Munir qishloqdan 4-o'rin. Eng dangkasa talabalar. Yozmaydi ham, o'qimaydi ham, eshitib yodlab oladi. Bunga ham sumka qo'shib berasizlar. Mana.
Abu Bakr Novxatdan 4-o'rin, 3-o'rin ekan. So'mga qo'shib berasizlar bunga. Senga almashib qolibdi Ali bilan. Qarindoshing Ali bilan otini o'zgartirib qo'yishibdi. Madrasamizda eng yaxshi talabalardan. Uchinchi o'rin. Tolha 3-o'rin. Qo'rg'onchidan. Eng ko'p dars qiladigan talabalar. Lekin ozgina hayajonlandan ko'rdinglar o'zi ham. So'mga qo'shib berasizlar bunga. Bor ekan. Anarigidan tugadi. Maşallah. Nagidan berish boshlaymiz. Ali qishloqdan 3-o'rin. Qur'on so'mka. So'mkani ham berib qo'ying. Maktabga borib, madrasaga ham kelib turadi, so'mkani ko'tarib. Solih Karvondan 3-o'rin. Bitta Qur'on, bitta so'mka. Bir kitob berasizlar. Mana kitoblardan. Saodat asrida. Hadisni yozmasdan yodladi. 20 ta hadisni yozmadi daftarga. Qur'ondan ham zo'r o'qiydi jamoat. Biz jamoatda bilishadi bular. Doim 5 qo'yishadi. 3-o'rinni berdik. Nasıl kıymetli? Okudunuz. Muhammad Ziyo qishloqdan 3-o'rin. So'mka nechta qoldi? Kitob bering. So'mka bormi? Kitob beraylik, so'mka beraylik. Qaysinisini? So'mkami? Xo'p. Mustafa Qo'rg'onchadan 2-o'rin. Qur'on beramiz. Saodat asrini kattasidan berasizlar. Payg'ambarimiz tarixlari yozilgan eng yaxshi kitoblardan bittasi. O'zi birni oladi deb o'yladim, hayajonlanib qoldi. Kechasi bilan uxlamasdan tayyorlangan bolalardan. İnşallah qiyomatda ajrini oladi Xudo xolisa. Ikkinchi o'rinlarni o'qishni boshladimi? Maşallah. Abdul Aziz ukasi Qo'rg'onchadan 2-o'rin. Ruchkali Qur'on beramiz. Qur'ondan beramiz, uni bermay qo'yaylik. Ruchkali Qur'on bilan bir so'mka berasiz. Eng yaxshi tushunadigan odobli bolalar. Ikkinchi o'rinlar Bilol Alabug'adan 2-o'rin.
Uni saodat asri ekan bunga. Kattasidan beringlar. Qur'onmi? Qur'ondan beringlar. Qur'onni sumkasini ham beringlar. İnşallah keyingi yilga bundan ham yaxshi o'qiydi inshaalloh. Alloh nasib qilsa. Eng yaxshi talabalar. Uyini yaxshi ko'radigan, uyini sog'inganda yig'lab oladigan talabalar. Inshaalloh. Yaxshi ham hayajonlar. Ko'p bolalar hayajonlanib qoldi mikrofonda o'zini tovushini eshitganda. Shuning maşallah. Musa Bishkekdan 2-o'rin. Bir Qur'on, bir sumka, saodat asri bor ekan bitta, saodat asri beramiz. Onangizga sumka qolaversa. Onangizga olib berasiz inshaalloh. Bu ham qishlog'imiz bo'ladi. Qohor tog'amni deyaveradilar. Hali Bishkekka tekkan qizlari bor. Qur'onni dadangizga berasiz, saodat asrini onangizga berasiz inshaalloh. Alloh ilmingizni ziyoda qilsin. Qur'ondan birinchi o'rinni olgan bolalar. Inshaalloh. Ko'p narsa qaraldi bu yerda inshaalloh. Ikkinchi o'rin. Qishloqda. Qur'on berasiz. Ruchkali Qur'on. Sumka nima u? Katta sumkasidan bira soladigan. Nari sovg'a hadiyali sumkasida. Velosipeddan qimmat bu Qur'onimiz. O'rin olmagan bola oldiga o'tmasinchi, sizlar orqaga o'tiring. Sovg'a olmagan. Oh, maşallah. 9'da bola qoldimi? Kimga chalgin endi inshaalloh. Abdulaziz qishloqdan 2-o'rin. Bir velosiped, bir Qur'on. O katta velosiped. Ko'rsatib qo'ylar, birinchida turgan. Ha, inshaalloh. Bir bitkinami? Xo'p, maşallah. Mustafa Noqat 2-o'rin. Qur'on, bir katta velosiped. Undan keyingisi inshaalloh. Takbir aytib qo'yasizlar. Allohu akbar. Keyingi katta velosipedni madrasaga qoldirdik. O 3-katta velosiped turibdi-ku. Ana shu katta velosipedni madrasaga qoldirdik. Sabab madrasadagi bolalar maktabga borganda ko'chaga chiqqanda minib turadi. Ya'ni bolalar oladi, Abdujamil, Muhammadiylar o'rin olishadi. Ularga bermadik-da. Keyingi o'rin Abdujamil katta velosiped. İnşallah.
Bundan keyingi 3-turga velosiped. Tushunarli bo'ldi inshaalloh. Shamshodbek Muhammadiy 4 talasiga inshaalloh. Madrasaga minishadi inshaalloh. Rozimisizlar? Ha, maşallah. Keyingisi maşallah. Kimga chiqarkin a? Ali Noqatdan. Ruchkali Qur'on. Katta paketidan beradi. Yo'q. Ruchka bormi? Ruchka bor. Adashib qo'ygan ekanmiz dedik. Xo'p, mashalloh. Keyingi o'rin. Qishloqdan Imronbek. Ikkinchi o'rin. Birinchi o'rin ekan. Birinchi o'ringa keldik. Kichkina velosiped. Olib kelib beringlarchi, boshdan. Eng kichkinasidan bittasi. Amin Noqatdan birinchi o'rin. O'rtanchi velosipedda. Men bir kishi qolib ketdi-da, o'shanga hayron. Nechta Abu Bakr degan bola bor qishloqda? Madrasada. 3 talasi ham Noqatdan. Ha, o'sha meniki almashib qolibdi. Nima sovg'a oluvding? Saodat Asik yosh almashib qolibdi. Ikkinchi o'rnaga. Almashtirib berasizlar, u ne turibdi-ku? Derazada turibdi, kattasi. Abu Bakr ko'p ekanda, familiyasi yozilmaydi-ku, biz katta Abu Bakr, kichik Abu Bakr, to'palanchi Abu Bakr deymiz-da. Sumkangni berasan endi. Ko'payib ketdi sog'ay. Maşallah. Endi to'g'ri bo'ldi. Muhammad Aminga berdingmi? Maşallah. Birinchi o'rin. 3 ta birinchi o'rin ichida. Eng yaxshi o'rinni olgan. Odobi bilan, zehni bilan, ko'p dars qilishligi bilan, lekin ozgina yig'loq, dadasini tez-tez sog'inib turadi. Hamma bir hafta bir marta telefon qilsa, u bir hafta 2 marta telefon qiladi. Uyi yaqin, lekin tez sog'inadi. Firdavs Oqtomdan. O'rtanchi velosipeddan bitta berasizlar. Velosipedni olib kelinglar, rasmga tushib olsin. Shamshodbek shart ko'tarib. Siz o'zingizga olib keling. Yo'q, almashtirib olish kerak ekan. Yo'q. Katta kichik bo'ylarga to'playman. Ukasiga beradi, bor. Dadasi almashtirib beradi. 100 ta non qo'shsangiz kattaroqdan berishadi velosiped ustiga. Kimniki bilan? Yaxshi. Nechta velosiped qoldi hozir? 3 tani baqa olib turinglar qolganlarni. O shu bolaga ajratida bermadinglar. Qaysinga? Yo'q, Noqatida. Muhammad Amin qaysi seniki? Hozir u ashuni ushlab turibdi. Olib qo'y shenchakka o'zing yoq, nera qo'yib qo'y. Ol o'sha havo, rasm tushasizlar rasm. Bu yoqqa hozir. Bizga qarab tur. Ha, o'sha. Endi bo'ldi. Hozir 3 ta yangi bormi katta?
Ha, o'sha olib qo'yinglar bu yoqqa. Yo'q, bitta kichik, bitta katta qol. Ana endi sen Xo'p, maşallah. Ama o'zini nimasini oldi o'tasa aralashib. Bo'ldi. Ataylik. Xo'p. Eng yaxshi o'qigan, eng odob bilan birinchi o'rinda odobi. Ha, biz madrasaga nima kelgandik? Odob o'rgangan, ha? Keyin ilm o'rgangan. Hozir ilmlilarni berdik, maşallah. Odob bilan olinglar inshaalloh. Eng yaxshi o'qigan, hadis aytgan, Instagramda yulduz bo'lib ketgan Alabuqalik Abdulloh oliy o'rin. Bir Qur'on, bir velosiped. Olib chiqib bering velosipedni. Sotib olmaysiz endi, Umarjon aka. Sheydilam. Maşallah. Keyingi oliy o'rin o'zi ketuvdi, yana qaytib keldi. Akalari, sheriklari qoldi uylarida. Yo, men yana borib madrasaga o'qiyman, madrasaga borib ilm olaman deb uyiga borib yana qaytib kelgan eng oliy o'rinni olgan Abdulloh o'shdan bo'ladi. Maşallah. O'zi kichkina bo'lsa ham kattalar bilan hadis aytib, masala talashadigan eng oliy o'rinni olgan zikrulloh. Ukangiz bormi? Yo'qmi? Velosiped kichkina bo'lsa ukangizga berib olasiz inshaalloh. Bir minasida tavari qilasizda. Maşallah ukangizga berib olasiz. O'zingiz ham bilsangiz bo'ladi. Keyingi kattarog'idan beramiz inshaalloh. Mana bu ikkita choynakni birinchi o'ringa olganlarga berar ekanmiz. Sizlar tanlaylarchi, kimga beraylik? Uzoqdan kelganlarga beraylik-a? Muhammad Amin bilan Abdullohga ekan. Birinchi o'ringa alohida berib olishibdi. Javob qo'raga mana tasbihlarni ochingda musobaqani ko'rganlarga bittadan berib chiqasiz. Jurilardan tashqari, ota-onalar, mahalla, jamoat buni oching inshaalloh. Mana berib kelaylik mana. Ajubola. Kampirga berasizmi, kelinga berasizmi? Qutlujo'dan quruq ketmaylar endi inshaalloh. Ustalarimiz bor, maşallah zikr qilib turishadi. Qolganni ham tarqat, abjavermanni ham olmaganlar tarqatib yuboraylik inshaalloh. Qolgan kitoblar men oldimga olib beringlar. Hali kichkina kitoblar ham qoldimi, qolmadimi? Qur'ondan. Mana ochib duolar o'rgatgan domla kim edi? Shahobiddin domla. Shahobiddin domla safarga ketuvdilar. Mana shu sovg'ani shogirdlar madrasaning nomidan inshaalloh Shahobiddin domlaga berasizlar. Diyorbek aka, sumkaga solib inshaalloh yetkazasizlar. Mana kitob soladigan sumka bor.
Maşallah. Madrasada ertaga kech bolalar qarab bizga yordam berib, maşallah. Bolakalar o'qitayotgan Qur'ondan kim dars beradi sizlarga? Mana bu Diyorbek qora akaga beramiz inshaalloh. Qallan qo'ydim. Sizlarni videoga olib, birinchi xonada sizlarga dars berib, gohida toqqa olib borgan, gohida marojno bergan domlalar kim? Mana Shamsiddin Azbek domlaga o'z qo'llaring bilan berib qo'ying. Shayx. Rahmat. Kitob sotadigan bor ekan, Qur'on olib kelinglar, oshchi Qur'onlar bo'lsa. Olaylar. Sizlarga kim marojno beradi? Mana Muhammadjon hoji kelgan. Madrasamiz nomidan inshaalloh. Mana sovundan ham bitta sovun. Madrasaga kelganda qo'l-qo'llarni yuvib turadilar inshaalloh. Sahobiy ayollar ichida eng ko'p hadis rivoyat qilgan sahobiy ayol kim bilasizlarmi? Kim ekan? Oysha onamiz. Sizlarga mendan keyin hadisni kim o'rgatyapti? Sirojiddin domla. Buni inshaalloh Sirojiddin domlaga beramiz. Sahobiy ayollar eng ulug'i Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni qizlari. Buni maşallah katta domlamiz Sherzodbek domlaga beramiz inshaalloh. Rozimisizlar? Maşallah. Hali uylanmagan bo'ydoq sizlarga hadis o'rgatib, Qur'on o'rgatayotgan maşallah. Sizlarga hali ko'p ilm o'rgatadigan Abdulqodir domlalarga beramiz inshaalloh. Masanga nima qoldi? Hasanga bo'ldi. O'zimizga hech narsa qolmadi inshaalloh. Bizga endi bitta duo berasizlar inshaalloh. Keyin hammamiz chiroyli bo'lib rasmga tushamiz, xayrlashamiz, videolashamiz inshaalloh. Keyin bolalarga aytadigan gaplarimiz bor. Jamoatga ruxsat beramiz, shomga kech qolishmay uylariga borib kelishadi inshaalloh. Muhammad Diyor Qur'on o'qib beraychi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم أن فتر من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillah. Elhamdülillah. Kur'an ayet Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ortaqadan o'tgan payg'ambarlarga salovat ikromlarga imom Hasan Musa sallallohu alayhi hamd bildirsin. Ali Qur'on va kabir sanasi musulmon qalban bo'lgan.
bandalariga islom uchun jonini molni fido qilib o'tgan bo'ladi. Ularga qatorida sababli o'xshagan bo'lib uchun oxirlatgan bu musulmonlar mana shu mazmunda o'tgan, mana shu yerda o'tganlar hamma bizdan o'tgan yaqinlarimizga boshladik. O'tganlarga qanday rahmat shaysi jannat qabrlarni Qur'on nur bilan munawvar aylasin. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azaban nar. Sallallohu va sallama ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Rahmatika ya arhamar rahimin. Ihson qilganlarga ham duo qilib qo'yaylik inshaalloh. Mana bu 3 ta eski velosipedni bir aka ihson qildilar. Qolgan 6 ta velosiped, Qur'on, ruchkali Qur'on, sumka, qolgan hamma narsa, kitoblar bitta aka o'zlari ihson qildilar. Amin. Alloh taolo bu musobaqani o'tishligiga sababchi bo'lgan ihson qilganlar Allohim ihsonlarini qabul aylasin, jannatga olib kiradigan, do'zaxga parda bo'ladigan ihsonlardan bo'lsin. Alloh taolo zurriyotlaridan, avlodlaridan to qiyomatgacha olimlar, qorilarning silsilasini uzmasin. Har bir avlodlari, zurriyotlari olim qorilardan bo'lsin. O'qitayotgan farzandlari ham, yaqin jiyanlari ham barchasi qori olimlardan bo'lsin. Alloh azza va jalla o'zlarini ham, oila a'zolari, ota-onalari, bu yaqin aka-ukalari barchalari birgalikda ihson qilishibdi. Alloh taolo avlod zurriyotlari bilan, oila a'zolari bilan Jannatul Firdavsda birga bo'lishni Alloh taolo o'zi nasib aylagan bo'lsin. Bu musobaqaga kelganlarga ham qadamlariga ajr-azim hasanotlar bersin. Bu talab ilmlarga ham Alloh taolo ilmi nofi bersin. Foydali ilm bersin. Ilmlari to'xtab qolmasin. Borgandan keyin ham bir davom ettirib, imkoniyat bo'lsa, to'liq bir Qur'onni o'rganib, Qur'onni hofizi, homili, omili bo'lish Alloh taolo nasib aylagan bo'lsin. Ilm yo'lida faqih, muhaddis, mufassir, tarixchi olimlardan Alloh taolo o'zi qilgan bo'lsin. Bularga Alloh ilm eshiklarini ochsin, ilm eshiklari yopilib qolmasin. Bu xizmat qilgan, bu musobaqaga xizmat qilib bergan domlalar, qorakalar, hojakalar barchalarining umr rizqlariga Alloh taolo o'zi ajr mukofotlar bersin. Zurriyotlaridan olim, qorilar chiqarsin. Alloh taolo bu madrasada o'qitayotgan ustozlarga ham, bu talabalarni o'qitib bergan qoraka olim domlalariga ham Alloh taolo umr rizqiga o'zi baraka bersin. Nimaiki niyat maqsadlari bo'lsa, Allohning maqsadlariga yetkazsin. Zurriyotlaridan, avlodlardan olim, qorilar chiqishni Allohim o'zi nasib aylagin. Musobaqaga qatnashgan talablar ham bundan keyin yana ko'plab musobaqalarga respublika miqyosida, dunyo darajasida musobaqalarga qatnashishlarini Alloh o'zi nasib ro'za aylagan bo'lsin. Bu masjidlarni qurib, madrasalar qurib bizga sharoit yaratib bergan bu dadamizni ham Alloh umrlariga, rizqlariga Alloh o'zi baraka bersin. Umrlarini ziyoda qilsin. Bu madrasalarimiz, masjidlarimiz to ro'zi qiyomatgacha dinimizga xizmat qilishni Alloh taolo o'zi nasib qilgan bo'lsin. Va sallallohu ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallim bi rahmatika ya. Xush kelibsizlar. Mavsum tugadi. Ko'z yoshlar bilan tugadi mavsum. Mayli. Bir betdan dars topshiradi bu ko'rgandan keyin. Bir betdan dars topshiradi. Inshaalloh bitadi. Xonada yo'ram bu yil bitadi. Aka. So'rab qo'yinglar uydagilar. Xo'p. Ovqatni ko'rishib oshposh şeylar a? Ha, topalanchilar, yaxshi boringlar a? Onalar, dadalar, bolalar topshirdik. Bir borib sizlar adabiylar bersin.
Sabr qildik. Shunaqa chiroyli sabr qildik. Yaxshi. Allohga emanet. Oyda Qur'onning turida berlarda. Qaraylik. Idishchada. Idishchada ekan. Mana O'sha. madrasa qoldi. Qaytib keladiganlar bormi? Hammasi qaytib keladimi ularni? Ha. Necha qo'yib qo'ydi? Nimani? O'z tarafkasini qo'yadi. Yaxshi bo'linglar.